Mana Zizi sort 30 ming so'm ekan mana. 38 ming, 36 ming so'm. Tareshni sort ekan mana. Tog'ani o'zlari turibdilar. Giloslar necha pul tog'a? Gilos 25. Giloslar 25 ming so'm ekan mana. 30 mingdan ekan bular ham. Zizi sort 30 ming so'm. Alo. 30 ming so'm. Zizi sort ekan bular ham 30 ming so'mdan. Yap sippa svej deydi-ku mana. Yam yashil ekanlar nimalari. O'sha 30 mingdan mana. Bular 27 mingdan ekan. Mana. 27 ming so'm. 25 mingdan ekan giloslar. Ko'k sultonlar bor ekan 35 mingdan. Ana shu xaltasiga 5,5-6 kilo. 1 kilo emas, ana shu xalta bilan sotiladi. 5,5-6 kilo chiqadi. Katta. O'rik 28 ekan. Giloslar 30 mingdan ekan mana. Sara giloslar. Atborni yaxshi, sifati a'lo ekan. Bularni sifatiga qarab 25 mingdan 45 minggacha mana. Donasi kattarog'i 45 ming, 35 mingga har xili bor bularni gilos. Ko'k sultonlarni 32 mingdan ekan. Bu giloslar 35 mingdan ekan mana. Qop-qora ekan, zo'r. Shaftullar necha pul aka? 70. Mana shaftoli ukun 80-90 mingdan 70 ga tushib qopti. Mana zo'r. Yana kelishtirib beradilar. Yashida qancha bo'ladi aka? 3 kilo, 3 kilodan kam sotilmaydi. Mana olmachalar bor ekan, bahoriy olma deymiz-ku bizlar. 10 mingdan ekan shu. Yashigida 6 kilo, 7 kilo chiqadi. 35 ming ekan, zo'r ekan. Chotki. 35 ming ekan mana. Sifati zo'r, bomba. Mana bu yerda 25 mingdan ham bor ekan, bu vareniki bo'ladi-da, u 25. Bunisi necha pul? 30 ming. Bunisi 30 ming so'm ekan mana. Zo'r, katta qo'rg'onniki mesdan. 33 ming ekan mana qulupnaylar. Sifati zo'r ekan.